Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Din ve Hayat namlı sohbet programımızın nöbetlik sanıda Vaqt Başkur Sanati degan temada to'xtalamiz. Programımız için Şarkı Türkiston Ulamalar Birliği azası Ustaz Muhammed Yusuf Qarajimni taklif qildik. Qarajim programımız için vaqt ajratib qilish için rahmetimizni bildiramiz. Rahmet, Allah razı olsun. Bu vakit demek hayat demek degenken alimlerimiz. Hakikaten bu vakitinki mühimliği gep ketmeydi ama biz nurgulluğun etrafı qarindaşlarımız hatta üzümüz mü bazı vaqtlarga müşünde rayık bulanmay vaqt sil qarash egir bulawatıdı halkımız içinde. Ameliyatda muşu har qanday qazangan, meyli siyasetni qazangan, inqilobni qazangan, hayotida qazanganlarning hammasi qalsa shu vaqtga rioya qilgan, vaqtni chiqin tutganlikdan bo'lganken, biz shunga bir vaqtning ahamiyati haqida, vaqtni boshqarish san'ati haqida bir ko'rmalarimiz bilan bir o'rtoqlashsak degan umid bilan bu programni qilib o'tiribmiz. Qanday qilganda vaqtni unumli foydalangan bo'ladi degandan boshlasak, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala eşrafil murselin Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Endi vaqt haqiqatan siz degandek insonningki umri endi. Vaqt dunyoda Alloh taolo bizga ato qilgan ne'matlarning ichida eng kattasi ekanda. Insonlar mushu vaqt bilan, mushu vaqtdan foydalanish orqali dunyo oxiratligini qozona oladi. Mushu dunyo cho'ng ishlarni qilganlar mushu vaqtni ching tutish bilan ayndaq bo'la oladi hamda. Vaqt xuddi yanchuqimizdagi pulga o'xshash bizga Alloh taolo bergan sarmoya ekan. Har qanday odam az pulga ko'p bir narsani setib olsam deydi hamda. Az pulga ko'p abdan narsa setib olsam deydi. Shu vaqtni az vaqtni ishlatib, vaqtni idora qilib, vaqtni foydalanib turib, ko'p yaxshi ishlarni qilib olsam, ko'p natijalarni qozansam deydi natija. Qazandigan insonlar vaqtning qimmatini bilganlar. Ammo vaqtning qimmatini bilmagan inson uchun bu vaqt o'tib ketadi. Alloh taolo hamma insonga, mayli musulmon, kafir, cho'ng kichik har qanday odamga o'xshash bergan bu vaqtni. Hamma odam uchun 365 kun 1 yilda shunday o'tadi. Hamma odam uchun 1 oy 30 kun, hamma odam uchun kecha kunduz 24 soat, hamma odam shunday o'tadi. Lekin nurg'un odamlar ashundan nurg'un natijalarni qozona oladi. Mayli dunyolik bo'lsin, mayli oxiratlik bo'lsin. Nurg'un odamlar hech qanday bir narsa qozonolmaydi. Xuddi shu pulni hisobsiz xaylab etganga o'xshash hamda. Pulni hisobsiz, plansiz ayda xaylab etib, ayning oxirida bo'lgan vaqtida ani ishim yo'q qarab o'ltirganga o'xshashdi. Vaqt to'g'risida bizningki kattalarimiz bunday yaxshi so'zlarni qilgan, masalan, tabiin ulamolardan Hasan al-Basri roziyallohu anhu inson sen vaqtning majmuasi sen deydi. Senden qandaqlı bir kun o'tib ketgan bo'lsa, seninki bir parçan o'tib ketgan bo'ldi. Zaten vaqtdan tuzilganligini inson undan qandaqlı bir qancha kun o'tsa, o'tgan siri inson o'zi kemiyib manga sen deydi hamda. Endi vaqtni idora qilib, vaqtdan boshqarganlar nati jiq natijalarni e'lon. Masalan, shu mayli katta ish qilganlar, katta inqilobchilarni deyli, katta siyosiyonlarni deyli, yozuvchilarni deyli, olimlarni deyli, ashular hammasi vaqtning tarliqini shikoyat qildi ekan. Dunyoda nurg'un insonlar vaqtni o'tkazolmay, vaqt o'tmayapti deb shikoyat qilsa, ular vaqtning tarliqini shikoyat qildi. Aynan shikoyat qilib turib, shu vaqtni vaqtga ulab turib, ashundaq shunda natija qozongan ekanda. Bir hikoya va bir şirketning egisi, bir menejer var ekan, müdür, yani onunki 5 tane tüvendeki 5 şirketni boshqargan bir müdür var ekan. Qarasa nayt bak charchab ketibdi. Ishlar yaxshi menyapti. O'shunda bak charchaqlik, ammo uni qarab, sen bu 5 şirketni boshqarib bo'lmay yerib ketibsa, 5 şirketga 5 müdür qilib qo'ysak, sen uning ustida turibsan, uni boshqarsan qanday bo'ladi? Uni qo'sh qilib turibman. Shunda qilaylamasa debdi. Shunda qilayda 5 müdürni bekitgandan keyin qarasa u ish burunqidan mangmabdi. Nimishga? İş adam mangmabdi. Mangmagandan o şirketning boshlig'i mutaxassislarni chaqirib, bu nima ish bu? Men taq buni hamda javob tortib qoldi deb, odamning sonini ko'paytirib, odam sonimi halqi ishlab chiqarishning omillaridan biri hamda adam ko'p bo'lsa, ishlab chiqarish yaxshi bo'lish kerak asli. 5 müdürni qilsam bu ish oxirga ketdi degandan keyin u debdi, mutaxassis debdi, sen ishni meşgul adamga, işi var adamga topshirsan aqida. İş yo'q adamga ish topsang aqmaydi. Nimishqa? İş yo'q adam vaqtning qimmatini bilmaydi, ish qilmagandan keyin uning qimmatini bilmaydi. İsh qilayotgan adam
vaqtning qimmatini biladi. Bir qanday qilib vaqtni vaqtga kirgizib, ayda idora qilib vaqt boshqa sanat degan mushu meni hamda. Nurg'un bir ishni oz vaqtning ichiga sig'dirib, ayda qila oladi degan an keyin u nimani chaqirib modelni tamam ben şu 5 modelinin hemmini ketkizib o'tay, 5 yilning maoshini sana beray, buruqqa kadar ishlamsa degan vaqtda ishlayman deb ayda men ketgan gapdi. Demak, endi bilgen adam için muhunda kıymetli endi vaqt. Bilmegen adamlar vaqtni o'tkazish uchun şu hele televizyon ko'rib baqadi, hele telefon o'ynab baqadi, hele ish bir narsani qilib baqadi, vaqtni o'tkazolmadim deb shikoyat qildi. Ammo bir ish qilgan adam vaqtning tarliqini shikoyat qildi. Ammo bu yerda endi vaqtni qanday boshqarimizga vaqtida plan tuzish orqali boshqardi. Masalan, plan deganing kunlik plan bo'ldi, haftalik plan bo'ldi, oylik, yillik plan bo'ldi. Masalan, bir ishni qilmoqchi bo'lsak yoki bir maqolani yozmoqchi bo'ldik yoki bir mavzuni o'qimoqchi bo'ldik. Bu da manchi kunning ichida ma ishni bitirib bo'lishim kerak deb o'zimizga bir va'da qilsak, masalan, uni har qanday kazzab bo'lib ketgan odam, aldamchi bo'lib ketgan odam o'zini aldamaydan, o'zini aldamaslik kerak endi. O'zingga so'z bergan ekan endi. Men o'zimga so'z berdim, mush ishni mushchaqcha falon vaqtgacha qilib bo'lishim kerak degan ekan. Ashunda odatlandigan ekan, o'zini ana shu bir odatga kirgan ekan, bulgan endi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yaxshilik odat degan qomdi. Masalan, har qanday bir yaxshini ayda davamlaştırıp versen adetke aylanıp kaldı iken bu. Ayda yaxşı adetlerini yetildiğini bulurken. Vakti kız adamlarının ki hakikaten hem de işleri galibilik bulurken hem de vaktinin kıymetini bilmeydiğin adamlar için hem de vaktinin ki kişinin gündüzün hiç kadar farkı yok. Onun hiç kadar farkı yok. Şuna şu vaktini çın tutuşta vaktin paylaşımda plan tüzüş. Plan bilenmeniz yaxşı gezir. %100 emel kılmasan mı? %70-80% şu plana emel kılalsan mı? Yana qalbi qilgan, ama plansız qilgandan yaxshi da bu hamda. Planla qilgan ish degan hamda. To'g'ri, hatto shu siyosiy, hatto harbiy qo'mondonlarning shu qalbida bir qancha minut shu askarning qo'mondonning mag'lubiyatini yoki g'alabiyatini belgilaydigan bo'lib qolgan bir qancha minutlar. Shunga o'xshab ba'zi ishlardami vaqtni to'g'ri o'lchay olsa, shu siyosatni qozona oladi ekan. Tariximizda nurg'unlagan yozuvchilar chiqdi. Hayron qolamiz biz islom dünyasındaki yazgıçılarımızdaki hayatı kalırsa küllüğü kanda yazıp tüketken hayatının yazgan kitapları çıkıp gidiyor. Neme bola şu vakitin kancılık vakt başka senetine nait mahirken de bilgen endi. Allah razı olsun ama şu dinimizdeki vakt hakkındaki bir tavsiyelerini üstüde toxtalgan bolsak. Endi dinimiz şu vaqt to'g'risidagi tavsiyada Alloh taolo Qur'on Karimda bir surani maxsus bir surani tushirganda, bir surani nazil qilib, vaqtning qiymatini bilgan insonlarga. Val asr surasi. Asr degan zaman, vaqt degan bo'ldi hamda. Val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihati va tawassaw bil haqqi va tawassaw bis sabr dedi. Hamda asr zaman bilan qasam qilman dedi Alloh taolo. Vaqt bilan qasam qilman dedi. Mushu inson tarkib topgan, insondan iborat, inson mushu vaqtning bir majmuasi tuqqanda, insondan iborat bo'lgan mushu vaqt bilan qasam qilman deb, aşı inson ziyon ichida deydi. Nima uchun ziyon ichida hamda o? Nima uchun ziyon ichida? Nima sababdan ziyon ichida? Chunki masalan bu vaqt o'tgan sari insonga ziyon. Masalan bir odamni 80 yil Alloh taolo shunda yezvatdi deylar, uning umrini 80 yil 2 ay, 15 gün, 20 saat, 12 minut, 8 saniye, 8 dakika, şunda minut, şunda yezvatı deyler. İnsan şu tuğulgandan başlap, tuğulgan her bir gün, her bir dakika, her bir saat insanın zihnine bana iyi verdi. Çünkü ömrü kıskırap, kabrige karap mağa diye. Ziyan diyen aşı şu, ziyan tatqını şu hem de. Çünkü aşı, o aldığa mağmaydı o, keynege mağmaydı aşı nimene, aşı insandaki ömrünü yep, günlerini, saatlerini, vakitlerini yep mağmaydı o. En ahire ecel toşkan çağdı, şu çağda ölü demdi. Adamın insan çokum ziyan işçiydi, nimişke? Çünkü bununki ömrü aşı onu yep mağmaydı o. Saatler, günler, aylar aşınınki zihni mağmaydı demdi. Hiç kadar nasıl mağmaydı? Mağı ticaretteki pulmanın tətürüşe mağı. Mesela bir ticaret kılgan adam, mağı aydımançılık tapıdı o, yanı tapıdı o, aşı bankadaki pulu üsep cıqlışmağı düşündü ama. Ama ömür küllü günge keynigi mağa demdi, keynigi mağa demdi. Bu hem de şu ziyanın yüzü şu, aşı ziyan boğalığı şu. Hem de meyada ziyan boğmaydıgan mı iş var mı? Muşu ziyanın aldığını kanda ağıl buldu diyen de dinimiz yani bunu köstükleyen de illellezine aminu aminu salihati ve tevassav bil hak ve tevassav bis sabr deyden.
İmam Şafii deydi, muşu keyingi 4 iş mesela iman etiş, yaxşı amal qilish, haqiqatni tavsiya qilish va haqiqatda ching turishni tavsiya qilish. Muşu 4 iş hamda nijotlikninki kapolati, ya'ni g'alaba qilishning kapolati, ziyon tortmaslikning kapolati deydi. Bu qanday kapoliti desa, masalan bundan misol keltiraylik. Masalan bir odam 2 o'g'li bor deylik, 2 o'g'liga 1 million dollardan pul qopqab ketdi deylik. İkilisi bu 1 milyonu xayldi. İkilisi xayltib tugatdi. Mesela birisi qanday tugatdi? Birisi 1 milyon dollarni elib aşı kezdi, sayohat qildi, o'ynadi, kuldi, bir qancha yilda tugatib quruq qo'l bilab tudima. Birisi aşı 1 milyon dollar bilan şirket qurdi, maşina aldı, öy saldı, dağ saldı, nurgun binasını saldı. Ama ikilisinden 1 milyon, ikilisinden ketdi. Ketken bilen avu quruq qo'l qaldı. Avu mavu o 1 milyon, neçi milyonga pul yaratdı, neçi milyonga yaratgan binasını 1 milyon pul tapdı. Aş illellezine amanu amil salihati ve tevasav bil haq ve tevasav bis sabr degan qismi shu bilandir. Avu mu'min insan mı şu hayatını sarf qilib shunda ama onun mu hayatı ketidi, vaqt toshqanda o'lidi. Kafir insonning mu vaqti shunda ketidi, uning mu umr toshqanchaqda o'lidi. Ikkisi o'xshash, ya'ni ajal toshqanchaqda o'lidi. Biroq mu'min inson mushu hayotini shunda sarf qilib 70 yil, 80 yil umrini sarf qilib, shu sarf qilganning badaliga nurg'un savob, nurg'un ahiretlik hoylisini, ahiretlik qasrisini naat güzel qilib selvetdi demdi. Ama onun o'xshash şu ömrünü şurada sarf qildi, ama hech kimi yo'q. Ahirda hech kimi yo'q endi onunki. Shunga o'xshashli demdi. Qalbiga so'lib ketagandek. Ashundaqli gap endi. O'xshash sarf qildi, o'xshash sarf, bu mu o'xshash sarf qildi. 1 milyon pul ketdi, uningdan ketdi bunga. Amma ma 1 milyon narsa qoldi. Muşu iman etgan mu'minlarga misal hamda anıda hech maqamida Allohga iymoni yo'q, yaxshi amalimi yo'q, hech qanday nima yo'q, insonga misal hamda avcha hech nima yo'q, ketdi. Qaytgani yo'q. Allah razı olsun. Hakikaten Kur'an hadislerde vaqtning qimmat haqida nurg'ulg'an tavsiyalar bor. Bu yerda hammani deb o'tirishning hojati yo'q. Yani bu ayet bizga yetdiki, qisqana bir so'ra Alloh taolo shu asr bilan qasam qilib orqali vaqtni, yani unumli ishlatmagan odamning hammasining ziyankorlik ichida illa ishlarni qilgan odamlar vaqtni unumli foydalangan insonlar bo'ldi. Shundan keyin bular ziyankorlikdan mustasno dedi. Endi vaqtni ching tutmaslikning qanday ziyonlari bor? Bundan bir qancha misollarni. Endi vaqtni ching tutmaslikning ziyoni mushu dunyodan boshlanib oxiratgacha, aşı hatta mushu nafas uzadigan chaqda bir oyat var. Meniki ömrümni küçükünü uzatgan bolsang-chu, lalla axartani ila ajalin qarib deydi. Meniki ömrümni, ajalimni küçükünü keyinki vaqtgacha qilsang bo'lmamdi. Fa as-sadaqa va akum minas salihin. Azroq olsun, vaqt bergan bolsang. Ha, vaqt bergan bolsang bo'lmamdi deydi shu chaqda. Ammo Alloh taolo deydi-ku, "Oy sana men aşı bir ömür vəznəsiyyət ağıçlıq, bir ömür aşı yaxşı işini qılğıç yetkişlik ömür bəmidimmi sana deydi. Yani bir puşayman qiyomat günü bulu demdi. Meni dunyoga bir qaytgan bolsam, yaxşı işlarni qilib kelgan bolsam deydi məsələn. O endi o iniq endi o vaqtini zoya qilayotgan insonningki cho'qim ikki yerda qattiq ziyon tortganligi, puşayman qilganligi, o oxiratga taalluq deyil endi. Endi mushu dunyoda bu masalan nurg'un insonlar vaqtim borg'u deb muomala qildi, vaqtim borg'u deydi. Vaqtim borg'u degan bilan bu vaqt seni shunda tez o'tib ketadiki, ba'zi vaqtida shuni to'xtatib bo'lmay qolsa, masalan bir imtihonga tayyorlik qilgan ish bor, eng oxirgi haftagacha o'ynaydi, kuzidi, eng oxirgi az qolgan qilmangu baribir. Eng oxirgi vaqt qolganda xuddi shu o'zi tinolmay qoldi, shunda hasrab aldırab ketdi, yetişib bulamay qolib, çalpaq biri de hamda aeroportga chiqgan odam deyilmas, odatda deyilmas. Vaqt az qolgan vaqtda, vaqt bog'ida bakanka o'ltirib, vaqt az qolgan vaqtida xuddi shunda oldirib, hasrab, ayna nurg'un jaban ba'zi vaqtida yetishmay qoldi. Nurg'un ishlar bor masalan, bu bir misol endi. Nurg'un ishlar bor, vaqtim borg'u deb qolib, eng oxirgi vaqtga qolib. Aqlli inson vaqt ishni hargiz eng oxirga qolib qo'ymaydi. Aqlli inson ehtiyot uchun oldiga bir qancha soatni ep qolib oldida qildi. O ishni masalan vaqtida oldiga ep qo'ysang, keyin shuning ichida vaqting agar ortiqlab qolgan bo'lsa, yo kitob o'qiysan, yo Allohni zikr etsan, yo Qur'on o'qiysan, bir qanday o'tkazgil bo'ldi.
Ama vaktini en ahirge hep koysan o yetişemegeniga nurgun ziyan. Mesela şu dünyanın işleri şu mesela bazı nimesi bursu nime pulmal dünyası deyimiz mesela bir minut kechikib kalsa bir minut kechikib kalganda nurgun neçe milyon ziyan tatıdı. Bir minut vaktini kıymet bilip vaktida elip setip kılalıgan bolsa kazındı. Mesela bir kiselini bir minut kechiktirip kalsa ülep ketişi mümkün. Alqa tez qutquzish mashinasi kechikib qolgan bo'lsa, agar 1 million minut, ya'ni burun apirib ayda qilsang, qutqizib olishing mumkin. Bu hayotda tajriba qilinayotgan ishlar masalan, kechikib ketdi deydi masalan. Ba'zi qazolarni kechikib qoldi deydi. Ba'zini vaqtida yetkazibdi deydi. Ashning hammasi vaqtning masalasi shu. İnsanlar endi bunday bir gap borda o üzerinin vaktini yisuğu meyle, üzerinin vaktini ısraf kılıp, üzerinin vaktini üzü ziyantası, meyle ziyantatlarımızı paytapımızı, üzerinin işi başkalarının vaktini yetkanladı mı? Mesela vədi qılımız, saat 12 deyimiz, saat 5 gidise, saat 6'a kep olsa, elhamdülillah Allah'a şükür deyimiz hem de. Toydu günkü çağırsam, kadar iş olsa kişileme aşını, 6'da bulutkan işini 5 dep çağırıp koyken demiş ki, bu adamla 6'da kildi, bari bir 5'te kelmeydi, o da ben hukuk etken, aşı sebepten aynı bulap kaldı. Endi bu vaktini, başkalarının vaktini uğurlaş en çok uğurluk. Mesela sizlik bir vaktga vədi qilib qap, mençilik kilmem men dep qap, şu vaktga kep bulammasang, sizninki vaktlarini men uğulgan bulumen, vaktlarini uğulgan bulumen mesela. Onu hem de adette bir adam bir kallak pulni o'tga tashlasa, bu sarangma majnunma va kesel saranglar doktorxonasiga aparish kerak deydi. Ama bir insonni 24 saat vaqtini ashunda haliqi sosyal medya bilan ya foydasi hech qanday narsalarni top ko'rishlardan televiziya qarashlar o'tkazib olsa, hech qanday odam sarangma majnunni bir apirib demaydi. Shu ta'til dunyo bo'lyapti endi u. Vaqt chunki pulni ko'ydirayotgan pulni ishlab topqili bo'ldi. Yoki 1 yil ishlagan 2 yil topqili bo'ldi. O'tib ketgan vaqtini qaytarib akagil bo'lmaydi. Masalan, men sizlarga pul mollarga ziyon olgan bo'lsam, to'lab berishim mumkin, uni to'lab bera olishim mumkin da, bir narsa ziyon olgan bo'lsam. Ammo vaqtlarini elib, vaqtlarini isrof qilgan bo'lsam, u vaqtni men qaytarib bera olmayman ekan-da u. Endi mushunda vaqtni mushunda qimmatli bilgan chog'da inson ikkinchi umrini yarata oladi ekan. Masalan, ikkinchi umr degan nima desa, masalan, Imom Shofiy deymiz, Imom Navaviy deymiz, Abu Hamid al-G'azali deymiz. Mesela müşrik kişilerini ulamalar dünyanın quyoshi bular, ta qiyomatga bu quyosh o'chmaydi deb bunda ta'riflaydi olimlar. Dunyoga quyosh bulaqliq bu odamlar. İkinci ömrünü yaşaqlıq. Yani birinci ömür Allah Taala bergan ömür mesela olağa 50 yaşqa mı yetmeydigan bir ömür veribdi olağa. Aşu katta işlerini qilgan ulamalar mesela İmam Şafii, Abu Hamid al-G'azali, İmam Nevi birisi 47 yaşta, birisi 45 yaşta mı, birisi 50 yaşta mı şunda vafat olağlı mesela. Cık ömrümü kömeklik ama ta kıyametki unutulmaydıgan hizmetlerini qilib qo'yib, ta kıyametki quyosh bo'lib qeliqliqamdı. Bazı alimlarniki nimesindeydi? Yazgan kitaplarını ömrüge bunda çaşsa bir küllükiga 90 bettin to'g'ri ketgan deydi. 90 betlik kitobni bir adam bir kunda o'qib olmaydi hamda. 90 bettin hamda shu bir kunlik shunda to'g'ri kelgan. Nima? Alloh taolo shunda barakat bergan gapda. Masalan hamda biz pul molning zakatini beringlar deydi. Pul molning zakati bor, vaqtning zakati bor, ömrning zakati bor. Masalan, pul molning zakatini bermasang Allohning oldida jazosi boshlanma. Ömrning zakatini bermasang, vaqtning zakatini bermasang Alloh taolaning oldida yardımı cezası var. Muşu dünyanın cezası var. Mesela sen vaktini Allah için, insaniyet için, müminler için, vatinin için, yaxşı işler için işlersen, aynı bir vaktini ayırıp Allah için bu da bir hakiki bir vaktini Allah yolda dep bedelsiz aynı ayırırsan mesela Allah aşının bedelge sana ten salametlik az vakitte cık işlerini kılaş bundan ne kıskı yetkizip nima qildi? Agar ham sen uning mehliqi vaqtingni faqat o'zingning manfaati uchunla, o'zingning manfaati bo'lgandimi, insoniyatning foydasi yo'q, o'zingning oxiratning foydasi yo'q, shu dunyolik manfaating uchunla ayda vaqtingni shunda bexillik qilib, ayda vaqtingni yaxshi ishlarga bermay Allah'ın bendilerimi işletme aynı kılsan Allah Teala onu ondan bendine hem de ya ki bir kişisel kıpkap doktordan kilenmeydiğen ya ki bir işler bir müşkülünü kıpkap ay vakti şunu olup yapıdığan vaktini bunda zaya kıldıkan bunda işlemez bunun misalları pek çıktı boğulamaydı ama Allah Teala vakti bereket ata kılsa o adamın nurgun işlerini şu nurgun uzun vakitte kıtkan işlerini az vakitte kılalaydıgan aşında bir kabiliyet, aşında bir şarait, aşında imkaniyetin birlikte. O Allah'ın rahmetinden bulut demdi. Vaktinin zakatını ayırganlıktan, insaf kılganlıktan bulut demdi. Şuna
vaqtni zoya qilayotgan odam mushu dunyoda oxiratda chuqum ziyon tortadi. Vaqtini foydalangan, vaqtini g'animat bilib, shu vaqtni Alloh taolo bergan menga eng cho'ng sarmoya, mushu sarmoya orqali dunyo oxiratlikni qozonolmayman deb ching tutgan odam mushu dunyoda va oxiratda ikki tarafdan chuqum qozonoladi. Buning misollari bek chiqqan bo'ladi. Rahmet, Allah razı olsun. Hakikaten kıymetli bir fikirlerini oturup koydular. Cenab-ı Allah hem mümin Müslümanlarının şu vakitin önümlük paylarını nasip bulsun. Yukarı degendeki vakit, hayat, hatta şu vakit hakkında yazılan kitaplarımı belki çıkken hem değil mi? Şu Müslümanlara bir vakitin önümlük paylarını söndü. Efsus hazır en köp vakitte Müslümanlarda ısrapçılık belki yaman kenendi. Bu bizim şu Uygurlarının içinde kravatımız, cıklagan adamın bir iş ornu yok. Şuna ölen, şu tilpimin qaraşı ölen vaxtını ötküzüp bağan uşaq ösmürlerimizden bu bak eğir bu mesele. Cenab-ı Allah hem qarindaşlarımızdan da vaxtını önümlük paydalanığı nasip olsun. Vaxtını önümlük paydalanış için elbette bir cedvel bolsa 24 saat içinde ben ma saat maaşını qilma, ma saat maaşını qilma, ma saat maaşını qilma deb bir irade hikayesi. Ana degan hatta düşenbe günü manda işini, seyşembe günü manda, çarşembe manda işini. İnşallah. Çokum inşallah deyimiz mümin Müslüman. Ama aylık bazılarla bunda dese hatta dursunmaydı degen düşünce diken. Hatta bir şey desem bunda plan kılsa adam biz hukmayımız ömrümüz ne? Tamam. Biz hayatımızdan kaçan gidişini bilmeyiz ama biz saatlik hatta küllik, haftalık, aylık, yıllık planlarımızın tüzüp yaşayıp İslam'ın köşetmesi iken bugünkü bunun dinsiz amel kılıvatıdı Müslümanlar bunun kısal karavatımız. Hatta şu vakit başka işlemesinden İslam'ınki sürü üstüm çıkıdı olarak Mısır'a kelgen qahatçılıktan qanday çıqqanlığı. Bunun misali bekcik. Yani mümin Müslümanlar özününki şu vaktini nayet bek çıraylık bir tanzim, rahatlık kılış zürür ekenendi. Hürmetli görünmeler, vaqt münasebetiyle bir yerde programımızı ahırlaştırımız. Keyingi yıllarda qayta uçuruş ümidi bilen her birinler bilen hoşlaşımız. Hayır, hoş selamet bulunlar. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.